kim oynayıp şekilde? Aha! 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 Oğlum öldü. Öldürüldü. Oğlumni urib o'ldirishdi. Morgga bordim. Uni mendan boshqa hech kim yo'q edi. Hujjatlarga imzo qo'ydim. Hammasi tamom. Endi meni haqorat qilishlariga yo'l qo'ymayman. Qaniydi birdaniga yomg'irmi, do'lmi, qormi yog'ib yuborsa. Barchasi ortda qolgani rost bo'lsin. Rahmat. Siz hozirgina kelganingizda fotografiya singarimiz dedingiz. Nima dedim? Fotografiya singarimiz dedingiz. Shunday dedim. Aynan shunday. Degan bo'lsam deganman. Siz kelib, nega menga bu gaplarni gapiryapsiz hayronman. Yoki men bilan dardlaringizni bo'lishmoqchisiz. Axir men shu yerda tinchlik kitobimni o'qib o'tirgan edim. Siz kelib menga nega bu gaplarni gapiryapsiz hayronman. Men sizga axir nima qildim? Bu gaplarni sizga aytganim yo'q. Oldimdan chiqqan olmaxonga gapirdim. Bu gaplarni o'zingizga olmang. Olayotganim yo'q, lekin siz kitob o'qishimga xalaqit berdingiz. Nima kitob o'qiyapsiz? Yolg'izlikning o'yinchoqlari, pyesa. Ruxsat bersangiz kitobimni o'qishda davom etsin. Bemalol. Lekin takror bo'lsa ham aytaman. Bu gaplarni sizga aytganim yo'q. Olmaxon bilan gaplashayotgandim. Olmaxon? Ha. Bu haligi dumida juni bor kalamshi, men ularni umuman yoqtirmayman. Ona meni jinoyat qilyapsiz. Men o'ldirishingizga ishonmayman, beyafam. Kim biladi qo'limdan nima ishlaydi? Olmaxon bilan gaplashadiganni qo'rqoq qilishadi. Yolg'izlikning o'yinchoqlari ish. Olmaxon ish. Kalam shu ish. Meni tinch qo'ying, iltimos. Men kitobimni o'qishda davom etaman. Sizga Nozim Hikmat bilan qanday uchrashganingizni aytib bermoqchiman. Lekin qarasam, o'zi shunday ko'p o'tirib qoldik. Siz Nozimni tanirmidingiz? Siz Nozimni tanirmidingiz? Ular choy ichib ovqatlanganmidi? Qachon uchrashgandingiz? 1950-yil. Qamoqxonadan endi chiqqan. Bu hamma narsaga, tabiatga, daraxtlarga, qushlarga, ayollarga, hamma narsaga bolalarcha beg'ubor qarardi. Hozirgi bilimdonlarga bu narsa yetishdi. Do'stlarim, sizni o'rningizda bo'lishni xohlardim. Onam, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Uni bir bora ko'rgan ekan tushida. Oq ot ustida kulib turgan ekan. Bu tushini bizga har kuni gapirib beradi. Asosan Nozim gapirardi. Ora-orada xayrlar boshqa tarafga burilib ketardi. Kiyim qanday edi? Kimdir? Nozim Hikmatni. Armani firmasidan kostyum, oyoqda moda firmasida tufli, soati Seikoda, muzika mahlarniki. Tushunmadim. Siz meni hazillashyapsiz. Ha, hazillashyapsiz. Lekin hay axir, bu bilan men soatlarcha ovqatlandim desam, siz kiyimni qanaqa deb so'rayapsiz? albatta tabiiy hol menga Nozim Hikmat haqidagi hamma narsalar qiziqarli. Aytingchi, o'zi Nozimning qaysi kitobini o'qigansiz? Meni tinch qo'ying, iltimos. Men kitobimni o'qimoqchiman. Xuddi Anxidonadagi holat. Bu hal. Depressiyadan chiqqandim shunaqa bo'ladi. Butun dunyoni unutib, o'zim dunyosiga kirib ketish. Albatta uf deysiz. Uf! Chunki borku siz tuyg'ularingizni bilan hisob-kitob qilmaysiz. Oxirgi marta sevgilingiz bilan qachon uchrashganingizni ham bilmaysiz. Men boshim kerak. Sabr qiling. Bir daqiqa. Jahlingiz chiqqanda labingizni tishlayotgansiz, o'qib o'xshab. Nozim singarim. Yo'q, Mariya. Ha. Nozim. Ularning orasiga yana kutilmaganda Mariya ham kirdi. To'g'ri, men uning ikkita filmini yaxshi ko'rganman. Lekin hozir bizning suhbatimizga nima aloqasi bor? Lekin ko'rinishingiz yomon emas. Tashakkur. 54 yoshda. Nima? Ha. Hech ham o'xshamaysiz. O'zi ko'pchilik. Menga qolsa, Ha. sizga 40 yoshlik beradi. O'zi shunday yosh ko'rinaman. Hamma yosh ko'rinasiz deydi. Shunaqa. O'zi rostdan ham Nozimni tanirmidi.
Yolg'on gapirishga mumkin, hozir. O'zingni halol qilma deydi. Buni nimasi haqiqatan yo'q. O'sha vaqtlari men Moskvada edim. Ya'niki Mayakovskiy o'zini o'ldirayotgan tunda Moskvada edi. O'sha mudhish tun. O'sha kuni u o'zini yangi kostyumini kiyish kerak edi. Kostyumi qanaqa edi? Nozimni emas. Mayakovskiy aytayapman. Bu gaplarni men emas. Nozim aytgan. Ya'ni o'sha tunda o'zini yangi kostyumini kiyish kerak ekan. Bu xabarni eshitib siyosat korchollar ham harakatga tushib qolishdi. Uni qilgan ishlarini haqoratlashdi, ayblashdi. She'rlarni ham qoralashdi. Yo'q. Nega endi? Men ham shuni so'radim. Dushmanlar seni o'ldirishi tabiiy hol, lekin do'stlar bunday holatda o'zlarini chekkaga olishadi. Keyin suhbatimiz boshqa tarafga burilib ketdi. Yo'lchilik haqida. Albatta yo'lchilik haqida, chunki Nozim Hikmat yo'lchilik haqida gapirishni yoqtirgan. Lekin rostdan siz o'rningizda bo'lishni xohlardim. Nimalarga siz xonim hattoki men o'zim bo'lishni xohlayman. Ertalabdan kelib bunaqa bema'ni gaplarni gapirib men asabimni buzmayman. Nega siz yashasiz? Axir men siz o'rningizda bo'lishni xohlardim degan bo'lsam, men shunchaki Nozim Hikmatni yaqindan tanishishni, u bilan birga suhbatlashishni, uning yo'lchilik haqidagi fikrlarini eshitishni xohlardim, xolos. Bu gaplarni o'zim aytmayman sizga. Yo'q, men uning o'zidan eshitishni xohlardim. Qanday aytmayman xohlamasangiz? Nega bularga jahl qilasiz? Nega noz qilasiz? Axir men sizni hamma uchrashuv hikoyalaringizni tinglagan bo'lsam. Xo'sh, yo'lchilik haqida yana nimalar degandim? Inson hamisha yo'lchi bo'lishi kerak. Yo'q. Imkon topib deguncha yo'lga ravona bo'lishi kerak dedi. Inson o'zining yutuqlarini qanchalik bilsa, o'z kamchiligini ham shunchalik bilish kerak dedi. Meni xotirga yana bir holat. Bolalikdan da beg'ubor yashadim. Hatto Bursa qamoqxonasida ham erkin edi. Inson o'zining yutuqlarini qanchalik yaxshi bilsa, yomonliklarini ham shuncha yaxshi bilishi kerak dedi. Xuddi shunday. Keyin birga to'ylar tarafga qarab bordik. Qo'lda kitob jurnal, ignada qahvarang paltosi. U bilan boshqa uchrashmadik. Rostdan sizni o'rningizda bo'lishni xohlardim, ishoning. Yana ajalyapsiz xonim. Yoshingiz 54dan. Erkaklarning yoshini so'rash yaxshi emas. Erkaklarning yoshini so'rash yaxshi emas emish. Birinchi marta eshitishim. Ayollarning yoshini so'rash yaxshi emasligini bilardim. Shunday. Bu oqshom nima qilasiz? Mendan so'rayapsiz? Yo'q, she'rni o'tib ketgan olmaxonada so'rayman. Tushunmadim, nima degan? Bu oqshom siz ikkalamiz birga biror tungi barga borsak. Nima? Tungi barga? Yana bo'lmaqli gaplarni boshladingiz. Nima? Jiddiy gapiryapman. Nima qilib ikkalamiz kafega barlar borsak? Menga unaqa joylar yoqmaydi. Qanaqa joy? Tungi barlar. Tungi barga boramiz. Yo'q. Bormagan bo'lsangiz, yaxshi shifoxona tanishib olasiz. U yerda har xil behayo ayollar bo'ladi deb eshitganman. Menga unaqa joylar yoqmaydi. Bo'lishi mumkin. Lekin biz ularga ahamiyat bermaymiz. Sekingina boramizda, yemak yeb show tomosha qilamiz. Yo'q, menga unaqa joylar yoqmaydi dedim. Menga mana shu park yoqadi. Bu yerga kelib 2 yildan beri mazza qilib dam olaman. Lekin siz bilan tungi barga bormayman. Nachora bormasangiz iloji yo'q. Men ham o'z ishimdan kecha tungi barga borgandim. Kecha tungi barga yonida o'tar ekanman. Vitrinaga turgan rasmlarni ko'rib ichkari nima bo'layotganini rosa qiziqdim. Lekin kirishga botir olmadim. Mabodo siz borsangiz birga kirarmidik? Xotiningiz. Nima xotin? Xotiningiz hayotmi? Selma bilan ajrashganimizga 20 yil bo'ldi. Meni tashlab Amerikaga ketdi. Qaytib kelmadi. Keldi. Yaqinda ko'rishdik. Ko'chada hammalarga kelib, yuzimga o'pib, "Qandaysiz?" deydi. Voy, juda yaxshi ko'rsiz nima dedingiz? Men nima dedim? Yaxshi o'zing qandaysan dedim. Nega qarang? Sizga Pablo Picasso bilan uchrashganimni aytdim-ku. Pablo Picasso? Ha. Uning xizmatida indamadi. Yo'q, Picasso bilan tanimaydi. Bu haqida gapirib nima qilaman? Picasso deyman. Pablo Picasso. Bilasiz? Men endi borishim kerak. Shoshmang, bu yoqqa eshik uchiladim qiziq. O'sha kunda men chiroyli bir barning chekkasida o'tirgandim. Yonida o'tirgan sherigim meni yetgan yemaklarga qarab, "Siz noto'g'ri ovqatlanyapsiz, janob" dedi. Picasso shunday dedi. Uni haqida Picasso ekanligini bilgani yo'q. Keyin bu vaqtda Portugaliya sharobchilari olib keldi. Sen o'sha paytda qayerding? Sen mana qo'ying bo'ldi, sen men yurgandim o'sha yerda.
Bilasizmi? Portugaliya sharobini ichish kerak edi. U haq edi. Portugaliya sharobini qo'yib, baliq yedik. Pulini o'zim to'ladim. Yegan ichganimiz qanday qildi shekilli? Yana buyurtma berdi. Portugaliya sharobini yana bitta bering. Ikkalamiz yana portugaliya sharoblarini ichdik, baliqlarni yedik. Bir payt qarasam, qog'ozni olib rasm chizyapti. Sizga rasmlarni menga ko'rsatib, men juda ham ajoyib surat dedim. Uni yirtib boshqasini chizdim. Qarasam, buni sundan ham zo'r chiqdi deb xursand. Keyin so'ngida yana bir rasm chizib, imzosini qo'yib menga berdi. Qarasam, bir yigit, bir qiz, bir echki. Zo'r chizibsan deb cho'ntagimga solib qo'ydim. Picasso bilan shunday tanishgan. Zo'rmi? Ha. Rasm cho'ntagimda. O'sha rasm. Qaysi rasm? Qog'oz parchasiga chizilgan rasm. Nima qilib turasizlar? Nima qildi shu rasmga? Men ham qiziqyapman. O'g'limga berdi. O'tgan yili mana shu farqni qaysidir burchakka o'g'lim bilan tortishib qoldim. Ko'proq men gapiraman. So'ngida o'g'lim mana buni asragan. Bu Picassoning original rasmi deb o'g'limga berdi. O'g'lim bo'lsa rasmni yirtib yuzimga otdi. Nima qilib qo'yding bolam? Axir bu Picassoning original rasmi-ku bolam. Nima qilib qo'yding dedi. Men Selmadan ham o'g'limdan ham faqat bir narsani, meni sevishlarini istardim xolos. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima ham bo'ladi? Bunday vaqtda odam qo'l oyoq bog'langandek bo'lib qolar ekan. Yig'lay boshladi. Osmonni ham menga rahmi keldi shekilli. Birdaniga yomg'ir yog'ib yubordi. Yerga yotgan Picassoning rasmi ham yomg'ir ta'sirida sekin astalik bilan yo'qolib borardi. Keyin osmonga qaradi. Olmaxonni ko'rdi. Qaysi olmaxon? Siz o'tirgan joyda olmaxon bor. Sizga ishonmayman deyman-ku. Lekin siz qandaydir bir rol o'ynayotgan insonni eslatyapsiz. Rol o'ynaydigan insonlarni hayotda juda ko'p ko'rganman. O'g'lingiz o'sha Picasso chizgan qog'oz parchasiga chizilgan rasmni yirtib tashlaganligini eslasam, qalbimda qandaydir bir og'riqli, alamli nuqtalarni his qilmoqda. Rasm unchalik muhim emas. O'g'lingiz, xotiningiz, ularning o'g'li yo'q bu hikoyangiz. Sizga hikoya emas, boshqa narsalarni aytib berayotgan. Tushunarli. Uzr, men boshim. Tashakkur. Aslida men sizga tashakkurlarni bildiram. Yaxshi bo'ling. Yaxshi bo'ling. Ko'rinishingiz ancha yaxshi. Tashakkur. Ko'z tegmasin. Bilasizmi? Men shu paytgacha bo'lgan hamma narsalarni o'ylab ko'rdim. Tushunib yetdimki, siz men bilan hazillashibsiz. Keyin yana o'ylab ko'rsam, menga yolg'on gapirganlaringizga iqror bo'ldim.
sizni tushimda ko'rdim. Ha? Tushingizda meni ko'rdingizmi? Ha, Xo'sh. Nima qilayotgan ekanmiz? qayerda? Siz bilan men tushingizda. Men yo'q edim tushda, siz bir o'zingiz edingiz. Yolg'iz ekanman. Men qayerda bo'ling? Ha, tushda siz ko'rdingizmi? Men ko'rmadim. To'g'ri, men sizni tushimda ko'rdim. Lekin siz bilan tushimda uchrashganim yo'q. Keyinchi? Bu yog'i sizni tashvishlantirmasin. Keyin nima bo'lardi? Keyin esa uyg'ondim. Keyin hammasi hayotdagidek davom etdi. Hayot. Ha, hayot. Tush ko'ribsiz. Keyin tush singari yo'qolib ketdim. To'g'ri, men sizni tushimda ko'rdim, lekin siz bilan tushimda uchrashganim yo'q. Nima ekan bu hayot? Men sizni shu yerda kutayotgan edim. Avtobus kutayotganda. Iltimos, ortiqcha gapirmang. Xonim opera san'atini yaxshi ko'rasiz. Nimani? Opera san'ati, Ladonna Mabel. Ladonna Mabel. Ha. Ha, juda yaxshi ko'rasiz. Ha. Bilasizmi? Bir vaqtlar men dengizlarda kemalarda yurardim. Olis o'lkalarga, qayerlarda kemalarda yurardim. Bir kuni Italiyaning Ancona shahriga borib to'xtadik. Italiya uncha uzoq emas-ku. Nima? Italiyaning uzoq shaharlariga borib to'xtadik deyapsiz. Ha. Italiya uncha uzoq emas. Bu gapni nima aloqasi bor suhbatimizga? Kechirasiz. Meni suhbatimiz mavzusidan xabarim yo'q edi. Iltimos, davom eting. Nima deyapti? Italiyaning uzoq Ancona shahriga borib to'xtadik. Italiyaning uzoq Ancona shahriga borib to'xtadik. Qarasak, hamma gavjum odamlarimizni kutib olishadi. Anconaliklarimiz keldi. Juda vaqtli gapiryapsiz. Men gapimni ishonmayapsizmi? Yo'q, nega? Ishonayotgan bo'lsangiz gapirmayman. Tushunmadim. Siz menga tahdid qilyapsiz. Qanday tahdid qilyapman? Bilmadim, balki jimlik bilan. O, jimligim yaxshi, jim o'tirdim. Meni nazarimda jimlik bu o'lim degani. Qornim ochdi. To'xtang, sumkamda bir nimalar bor edi. Yo'q. O'sha vaqt o'sha. Ha, tushunarli. Demak, siz Italiya shaharchasini xotirlashda davom etmoqdasiz. Ha. Keyin nima bo'ldi? Keyin qarasa ko'pchilik gavjum bo'lib turgan ekan. Hamma bizga ichimlik, bizga ham ichimlik deyishgan ekan, o'rtaga turib olib, bizga ham ichimlik jo'natinglar dedi. Siz men bilan hazillashyapsiz, ha? Yo'q. Meni sevasiz. Yana bir vaqt gaplarni boshladim. O'zim xonim. Kechirasiz. Iltimos, siz davom eting. Nima deyapti? Sevmaganim haqida davom eting. Ha, qarasam ko'pchilik o'tirishgan ekan. Nimaga ularni oddiy borib o'tirgim keldi. O'tirib, o'zim uchun karam, salat, keyin Sitsiliya sharobidan buyurdim-da, nonni zaytun moyiga botirib kutishni boshladim. Nimani kutishni boshladingiz? Buyurtma bergan narsalarni. Va yana albatta mehmonlar tanishamiz, shundaymi? Qayerdan bildingiz? Luchana bor. Shunchaki taxmin qildim xolos. Chunki siz uzoq kafe yoki barga borsangiz, albatta Luchana Pavarotti yoki Picassolar paydo bo'ladi. Rost, Luchana bor. Agar keyingi uchrashuvingizda Albert Einstein paydo bo'lsa, men hech ham mubolag'a qilmasdim. Faqat u bilan barda emas, parkda tanishgan. Kim bilan? Albert Einstein. Albert Einstein? Ha. Menga qarang, sizni ismingiz nima edi o'zi? Ismim nima qilasiz? Qayerda ham suhbatlashayotgan insonlar bir-birlarini ismlarini bilishga. Nima farqi bor? Hasan, Fatma, nima farqi bor? Qayerda ayta qoling, ismingizni bilgim keldi. Rostami? Ha. Ismi? Mart. Nima? Mart. Nima bilasiz? Mart. Mart, bu axir fransuzcha axlat degani-ku. Nima? Ha? Qo'ysangizchi, men Martin sog' bo'lsin, odamlarga yordamni tegsin deb qo'yishga deb o'ylayman. Kechirasiz, meni birdan xafa bo'lasiz. Men axir shunchaki sizga ma'lumot o'rnida aytdim. Ma'lumot uchun rahmat xonim. Siz boyagi hikoyalaringizni davom eting. Qaysi? Hali aytib berayotganingiz. Luchana bilan. Albatta. U meni stoliga taklif etdi. Qo'limga mandalina tutqazib qo'ydi. Demak siz chaldingiz, Pavarottining kuylarini, shundaymi? Yo'q,
Men chalishni bilmayman. Bolaligimdan mandalini chalishni bilmaganman. Ustozimiz mandalini chalib qo'limga berib men teng simlizib qo'ydim. Keyin ustozimiz qulog'imdan cho'zdi. Bu yo'q kelib dadamga aytdi. Dadam ham bu quloqni cho'zdi. Shundan beri mandalinani ko'rsam, asablarim buzilgan. Men mandalinani oldim-da, aylantirib stolga urdim. Ketar ekanman. Ortimda haligi o'shanga pog'onachining ko'pchilik hamma Ro'zadek Mayakovskiy, Ayberda, Mahmud, Ismoil, Sevinch hamma o'sha. Nima qilayotgandinglar? Bu yerda yoshlarning devorni buzishni tomosha qilaman. Xuddi o'tmishingiz qilayotgan singari. Yo'q, aksincha. Balki kelajagimizni barbod qilishayotgan singari. Meni yoqtira boshladingiz. Meni hikoyalarim sizga maroqli bo'lib tuyulyapti, shunday. Meni bir yaxshi inson, oq ko'ngil, samimiy inson deb qabul qilyapsiz. Menga ishonyapsiz. O'g'lim o'ldirildi. O'shanda men politsiyachi edim. Mahallada otishma bo'ldi. 2 yarador, 3 o'lik. Borsak hammasi tugagan ekan. O'liklarni mashinaga olishadi. Shunda yuzidan bir o'q yegan yigitni tanidim. Iltimos davom etmang. U o'lik ko'zlari bilan Dadajon men shu yerdaman deyotganda. Siz yolg'on gapiryapsiz, yolg'on. Muxbirlar hamma reportaj olishadi. O'g'lim endi seni qayerdan topaman bolam? Gaplaringiz hammasi yolg'on. Rost aytyapman. Yolg'on gapiryapsiz, yolg'on. Qayerdasan bolam? Qayerdasan bolam? Hammasi tamom. Endi o'g'lim yo'q. So'ngra nima bo'ldi?
Bu yerga ket. Mart kim? Aslida ismingiz Mart emasligini bilaman. Hatto o'sha paytlarda chaqaloqlarga qo'yilmagan ham bo'lsin. To'g'ri. Menga qarang. Shuncha paytlardan beri qayerga edingiz? Nimalar qildingiz? Kimlarni ko'rdingiz? Qani sizni cho'shi, xayollaringizni erkin qilib, bir nimalarni bilib berishingiz-a? Shu kuch boqolmadingiz. Yo'q, boqib olmadim. Zotan mahallamda to'la mushkul. Qushchi? Qushni boqib olmadim. Qarg'a, chumchuq, o'sishar, uyimning atrofida uchib yurishdi. Kanareyka, tutuqush, bidana. Yo'q, o'zimni zo'rg'a boqyapman. Lekin mushuklarga yeguliklar berib turaman. Tushunarli. Demak, men qiladigan ishlar kamayapti-da. Tushunarli. Endi politsiyachi emasman. Iste'foga chiq. Ota ham emasman. O'g'lim o'ldi. Er ham emasman. Xotinim bilan ajrashdim. Tobora yashash uchun asoslar kamayib boryapti. Demak, insonning ishi, oilasi, farzandi bo'lmasa,
Yashash ancha murakkablashib qolar ekan-da. Shunday. Ammo yana bir narsa bor. Nima ekan? Albert Einstein. Atom bombani ixtirochisi-ku. Ha, lekin aslida unday emas. U ko'plab odamlarning qotili. Yo'q, axir siz uni yaqindan tanidingiz-ku. To'g'ri. O'sha vaqtlarda men haligi katta mashinada haydovchilik qilardim. Kunlardan bir kuni Jenevaga borib turardim. Tunadingiz? Ha, men va mashina. Ha, chiroyli nima tashladingiz? Bilmadim, har bir narsa qurol-yarog', narkotik deganday. Ha, bilasizmi? Mashinani turargohga qo'yib, o'zim haligi yotoqxonaga dam olganim bor. Kech bo'lishiga qaramasdan nimagadir uyqum kelmadi. Keyin tashqariga chiqdim. Juda ajoyib-ku. Shvetsariyada bir turkning tunda shahar aylanishi. Ketar ekanman. Uni ko'rib qoldim. Kimni? Uni. Albert Einsteinmi? Ha. Bu haligi kiyimlari sochiq-sochiq, sochlari haligi tuzalgan, yuzlari sepkil toshgan. Yo'q, menimcha u judayam taqdirli odam edi. Kim? Albert. Sizni tushunmadim. Bilaman. Nima? Tushunmaganingiz. Salom dedi. Kim? Albert Einstein. Ha. Siz nima dedingiz? Men ham salom dedim. Keyin qo'l berib ko'rishdik. Bir-birimizga qaradik. Men buyuk fizik olimi Albert Einstein. Dunyoning eng ajoyib uchrashuvi o'tdi-ku. Men esa men haydovchiman. Men haydovchiman, shofirman dedim. Bo'lmasa bilganlar. Keyin nima bo'ldi? Keyin bilasizlar, unga A nuqtadan B nuqtaga haligi texnikaviy yo'llardan qanday qilib o'tishni haqida so'radim. U texnikaga juda qiziqar ekan. Hani hammasini tushuntirdim. Uni hayoti faqat ilmdan iborat ekan. Ha, bilim va ilm. So'ngra bolalarcha yig'lab yubordi. Hech ham yig'laydigan insonga o'xshamaydi. Kim? Albert. Siz uni taniysiz? Albatta tanirdim. U bilan 2 yil bitta otelda yonma-yon yashadik. Men uni sevgili sevdim. Bo'lishi mumkin emas. Hazillashmang. Unday adashtiryapsiz. Haqiqiy Albert bilan boshqa Albertni adashtiryapsiz. Hech ham u mendan bir stakan suv so'radi. Kim? Albert. Keyinchi Men unga bir stakan suv qo'yib berdim. U esa stakandagi suvga qarab o'tiradi. Bekorga siz bo'lishi mumkin emas. Yolg'on gapiryapsiz. Ishonmayman. Bilmadim, bu yolg'onlaringiz bilan kimnidir ishontirmoqchi bo'lyapsiz. Kimni ishontirmoqchiman? Meni? Hatto sizni shu yerga ismingizni ham bilmayman. Menga sizni ishontirishga nima kerak? Nima bo'lgan taqdirda mana qarashlaringiz hozir shunaqa ko'payib ketdi. Bunaqa qarashlarni qaramang iltimos. Faqat sizga qarab. Josuslarga o'xshab qarayapsiz. Odam qo'rqib Men ketadi. sizga qaragim kelyapti. Yo'q, qarang. Yo'q. Yaxshi qarang. Yo'q, qarang. Mana o'quvchi daraxtga chiqdi. Bilasizmi? Ha. Sizga qarab. Xo'sh. O'rxon Valini xotirlayapman. Urxon? Ha. Urxon valimi? O, litseyda birga o'qiganmiz. Yo'q, demak siz ham she'rlar yozasiz. Yo'q. Men ot poygasiga qiziqaman. Men she'rlarim hali butun dunyoga mashhur bo'ladi der edi. Kim? Urxon edi. Qachon? Adashmasam 40-yillarning so'nggi edi. Bilasizmi, u kichkina qog'ozchalarga she'rlar yozib berardi. Men esa unga sigaretalar olib berar edim. Qornim ochdi. Yerga. Yuring, unda sochxonasiga boraylik. Ya, men hozir meni kiritishmaydi. Yo'q, kirishadi. Men sizni o'zim mehmon qilaman. Shoshilib, men hozir smit olib kelaman. Ko'pcha. Ha, Yo'q, kerak emas. Men sizni o'zim mehmon qilaman dedim-ku. Men ovqat tanlayman. Ichkilik bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Men esa kiyishga o'qiyman. Oyoqchalarmi? Albatta. Menga ishonmayapsizlar. Bolangiz bormi? Salim, erim, bola bo'lishini xohlamasdi. Nega? Dunyoning ishlaridan mamnun emasdi. Qo'ying shu gaplarni, yuring bir ovqatlanaylik. Yaxshi. Ketdik. Qani? Sovuq bo'ladi.
qildim. Uzr. Yo'q. Men o'zi har doim kech qolaveraman. Shundaymi? Axir kecha boshqacha edi-ku. Kecha o'tib ketganiga ancha bo'ldi. Negancha bo'lar ekan azizim? Kecha degani bu bor-yo'g'i 24 soat avval degani xolos. O'tib ketgan hayot, yashab o'tilgan umr. Unaqa emas, kecha axir hammasi juda go'zal edi. Kecha nima yeganimni eslolmayman. Albatta tabiiy hol, chunki siz kecha tuzuk quruq biror narsa yeganingiz yo'q. Faqat ichdingiz xolos. Keyin menga shahar kezib yurganlaringiz, turli xil hayvonlar, jonivorlar haqida gapirib berdingiz. Bo'lmasa hamma olqishlar o'zimga. Albatta sizga. Siz aytganlaringizning men hozir o'ndan birini ham aytib bermadim sizga. Nima bo'lgan taqdirda ham kecha uchun uzr so'rayman, xo'p? Uzr shart emas. Bugun meni nega kech qolganimni bilasizmi? Bilmasa. Qayerdan ham bilardingiz? G'ayritabiiy bir voqea bo'ldi. Kecha ertalab men sizni sog'inganligimni his qila boshladim. Bo'lmasa? Yo'q, siz o'ylagan ma'noda emas. Shunchaki sizni menga aytib berayotgan hikoyalaringizni sog'insam nima qilibdi? Masalan, Elvis Presliga rahbarlikni sovg'a qilganingiz, yana Neapoldan olib kelgan javohirlarni notanish bir ayolga sovg'a qilganingiz, yana ko'plab fantaziyalarga boy hikoyalaringizga mahliyo bo'lib, bu nima? Nimaga o'xshaydi? Oddiy qush, kanarey. Bilar ekansiz. Bu qush bu yerda nima? Nima qilyapti deganingiz emas. Men olib keldim. Nega? Sizga. Menga? Men qushlarni yoqtirmayman. Axir bu kanarey ekan. Qafasdagi qush sizga o'xshagan. Menga o'xshaydi. Men borishim kerak. Qachon sizga ehtiyoj sezsam siz yo'q bo'lasiz. Aksincha, qachonki yoningizda bo'lsa menga ehtiyoj sezasiz. Siz adashasiz. Qo'lingizga nima qildi? Mayda jarohat bo'lib turibdi. Ehtiyot bo'lib yuring. Bu qushni endi men nima qilaman? Nima deganingizni nima qilaman? Uyingizga borib qo'yasiz. Tokchaga oshxonada shu uchun yemak chiqadi. Nima desam ekan? Nima bo'lganlarda ham sizga rahmat. Balki bu qushni meni yolg'izlikdan qutqaradi. Bu qushni yolg'izlikdan qutqarish uchun emas. Yolg'izlikni ham bir ma'nosi bo'lish uchun edi. Ma'naviy yolg'izlik. Menimcha har qanday yolg'izlik bu ma'nosizdir. Yaxshisi menga qushlarga, hayvonlarga bo'lgan mehr-muhabbatingiz haqida gapirib bering. Afrikada bo'lganimda, sizga Afrikada bo'lganimni aytdim-ku. Ernest Hemingway bilan Stanley Apple'da uylarda o'ynab, tong yotguncha maishat qilganlaringiz haqida gapirib bergan. Yaxshi yozuvchi bo'lsa ham, bilyapti yaxshi o'ynamasa endi. Bilasizmi, Afrikada yuzlarcha qabila bor. O'shalarning eng oliysi Masai qabilasi. Eshitgansiz? Masai. Ana shu qabila. Shu qabila bilasizmi? Na kiyinishni, na madaniyatni yoqtirmaydi. Men o'sha Masai qabilasini, na Yevropacha madaniyat odamlarini yoqtirmaydi. Insonlarni yoqtirmaslik bilan maqtanish bu umuman noto'g'ri. Nima deyapsiz? Hech narsa, faqat siz yaxshi inson ekanligingizni tan olishingizni xohlayman xolos. O'g'lim o'lganda men politsiyachi. O'g'lim tug'ilganda men minglarcha uzoqlikda masofada yurardim. Hamisha o'g'limni oldida o'zimni qarzdordek his etaman. Shuning uchun xonim mendan har xil hurmat, marhamat kutmang, iltimos. Siz umr bo'yi alam ichida yonib yashayotgan insonlarga o'xshaysiz. O'z-o'zidan qasos olmoqchi bo'lgan insonlar qatoridansiz. Bunday bo'lish yaxshi emas. O'zi shunaqa. Bilasizmi? Bir kuni Marlon Brandodan nega buncha semizsiz deb so'radi. Kimdan? Marlon Brandodan. Marlon Brando? Xo'sh, u nima deb javob berdi? Men semiz emasman. O'zi shunaqaman dedi. Semiz emas ekan nima qildi? O'zim shunaqaman dedi. Tushunsangiz-chi? Bechora. Kim bechora? Marlon Brando. Tashakkurlar. Nima uchun? Qush uchun. Bu qushga endi nom qo'yish kerak. Nima deb nom qo'yamiz? Bilasizmi? Bu o'g'limni bolalikda ikkita baliq bor. Bittasi qoravoy, biri apelsin. Ular haligi rangi shunaqa uchun bittasi apelsin qo'ygan, bittasini haligi qoravoy. Juda go'zal sizlar ekan. O'g'lim qayerida bir mushuk olib keldi. Otini berdi shu dedi. Mushugim juda zotdor. Zotdor mushuk edi. Ko'rganda ko'zlari yondi. Keyin u 2 yil vaqtda bu yerda shuni qaraki kunlarda bir yo'qolib qoldi. O'g'lim rosa xafa bo'ldi. Keyin bir qush olib keldi. Ismini Trotsky qo'ydi. Trotsky bor uyda yolg'iz yuradi. Chunki qo'lda ovqat yeganda kunlardan bir kuni hali ketib qolgan berdi shu
Siz bilasizmi? Mehr shafqatsiz inson ekansiz. Trotskin yeydi nima mehr Siz nafaqat qo'shqon tushib bilan, balki o'g'lingiz va xotiningiz bilan ham hech qanday munosabatingiz, aloqangiz yo'q edi. Kerak bo'lmasa bu mehrsiz inson demoqsiz, buni menga qarab olib keldi. Siz o'zingizdan farishta misol bir inson yasab olgansiz. Turishingizni qarang. Turishim nima? Zo'r kasbim oldim. Ha? Yangi kasb. Ishga kirdim. Fabrikaga. Tushunmadim. Fabrikaga ishga kirdim. Oyligimdan qadam uchun yaxshi soldim. Bir qush olib keldim. Sizni bu yerga kutdim. Siz bo'lsangiz. Endi bu qishchaga biror bir ism beramiz deyotganingiz. Balki hikoyalaringiz orasidagi biror bir qahramon ismini beramiz. Masalan, Nozim, Pablo Picasso, Albert Einstein, Yuriy Gagarin, Pele. Futbol yulduzi Pele. Qayerdan chiqdi bu ism? Har shanba kunlarida tennis o'ynab turadi. Yaxshi, unda Pele qo'yamiz ishning ismini. Balki marhum deb qo'yamiz. Afrikada jirafa bor. Marhum. deb keladi. Aynan shunday ekan. Men ishonmayapsan. Yo'q, nega? Men ishonyapsizmi? Ishonmasligimning nima farqi bor? Ishonmaslik men uchun muhim. Nima tushunmaysiz, ha? Nega birdaniga jahl qilasiz? Salim meni eshitishni yoqtiradi. Men Salim emasman. Meni tinglar ekan, seni ovozingni juda ham sevaman degandi. Ovozingiz menga ham yoqadi. Yo'q, rostdan. Men ovozimni sizga nimasi yoqadi? Bilmasam yoqadi. U ham xuddi shunaqa deydi. Salim, odamni uchratmaymi, ha? Nega birdaniga ariza olasiz? Axir men sizni hamma hikoyalaringizni tinglagan bo'lsam, siz menga qush olib kelibsiz. Men sizga Edith Piaf bilan qanday tanishganim haqida gapirib berganmidi? Kim? Edith Piaf. Ha, u bilan bilasizmi qayerda tanishdik? Samarqandda, Registonda tanishib qoldim. U bir kichkinagina, ko'rimsizgina, yoqimsizgina bir ayol edi. Yonida bahaybat bir bokschi ham bor edi. Keyin u bilan birga qahvalar ichdik, qo'shiq kuylab berdi. Keyin birdaniga yoniga kelib o'tirib olib, boshini yelkamga qo'yib, hiqillagancha yig'lay boshladi. Edith Piaf. Ha, Yig'ladi. yig'ladi. Bo'lishi mumkin emas. Albatta siz aytganingizdek bizlar ishonishimiz kerak. Ishonishingizni hech ham so'rayotganim yo'q. Siz bor gapni rostini aytyapsiz. Albatta rostini aytdim. Qayerda ishlashdingiz? Samarqandda, Registonda uchrashdik. Qahvangizni? Albatta qahvaning nozik, yoqimli hidlari hozir ham dimog'imning asida keladi. Oshmasin. Haligi boshini yelkangizga qo'yib. Albatta boshini yelkamga qo'yib biroz yig'lab ham oldi. Ashula ham aytib berganmisiz? Xudo. Shu gaplaringizga men ishonishni xohlayapsiz-a? Alda yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapirishni uyat. Men hech yolg'on gapirayotganim yo'q. Salim. Men Salim emasman. Meni hech qachon aldamasdi. Menga hech ham yolg'on gapirmasdi. Siz bilan mana shu paytda uchrashganimdan buyon nima rost, nima yolg'on ekanligini hatto bilmay qoldim. Men sizga 2 × 2 = 4 bo'ladi desangiz ham
inson o'ylanib qoladi. Men sizga faqat rostini gapirdim. Faqat haqiqat. Aytayotganlarimning hammasi haqiqat. Nega tushunmaysiz? Faqat ikkita yo'l bo'lib ichiga. Qolgan hammasi rost. Ikkita yo'lmi? Ha. Unda Nozim Hikmat bilan uchrashmagansiz, shundaymi? Nozim bilan uchrashgan rost. Bolalarcha mehmon, hamma narsaga bitta hayajonlanib qarab, Unda Pablo Picasso haqidagi gap. Pablo Picasso Portugaliya shahrida bo'lib keling. Hammasi rost. Pulni o'zim to'layman, esdan chiqmaydi. Baliqlar, qizlar. O'rxon Vali haqidagi gaplar. O'rxon litseyda birga o'qiganmiz, necha marta o'tganmiz, O'rxon Vali bilan bir litseyga o'qiganmiz. Har kuni Turkiyada ana Shinas Adil choyxonasida ertalabgacha haligi mayxo'rlik qilardik. Keyin menga shirakayib bo'lib, chiroyli she'rlar yozib bergan. Esimda, rost. Yuriy Gagarin bilan uchrashmagansiz. Yuri, men Alisaning eng yaqin do'stim. Bilasizmi, bir kuni haligi Alisaning mayxonasidan chiqdim-da, boshim og'riyotdi. Qo'l ro'molchani muzdekina suvga botirib, peshonamga qo'yib, menga qara Yurajon. O'zi yer koinotdan qaraganda qanday ko'rinadi? U bo'lsa osmondan qarasa yerimiz xuddi apelsin shaklida edi. Men naqadar go'zal. Qayerdan qaragan? Koinotdan, fazodan qaraganda. Demak, siz qaysi ikki yolg'on haqida gapirdingiz? Tabii. Albert Einstein. Albert, u rost. Albert bilgan professorlarning eng noshudir. Borku, u hamma narsaga qiziqadi, ayniqsa texnikaga. Mendan texnika signal qanaqa deb so'radi. To'g'ri deb babam so'radi, men hatto turk ekanligimni ham bilar edim. Salim meni hech ham aldamasdi. Hech ham yolg'on gapirmasdi. Tushunarli. Demak, siz nimanidir adashtirib to'xtasiz. Sizga ikkita yolg'on haqida so'zlagandim. Selmaga uylanganimda aytgan edim. Selma meni xotinim bo'lmagan. Meni xotinim bo'lmaganidek, meni na o'g'lim, na qizim bo'lmagan. Picasso chizgan rasm rostmi? Ha, rost. Unda uni kim yirtib tashladi? 10 daqiqa oldin yo'lakda uchragan bir yigit o'g'limga juda o'xshadi. Meni bo'lmagan o'g'limga Picassoning rasmini yirtib yuzimga otdi. Endi buning aloqasi yo'q. Picassoning rasmida yolg'onchilik rasmi.